Assalomu alaykum muhtaram qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2020 yili 29-sentabr seshanba. Bugun men tuvandagi mazmunlarni diqqatingizga sunmoqchi. Bugun, ya'ni 9-oyning 29-kuni soat 9da Amerikaning Ohio shtatining Cleveland shahriga joylashgan Case Western Reserve University, ya'ni Case Western Reserve University'da Amerikaning 45-navbatlik prezidenti Donald Trump bilan Demokratlar partiyasining nomzodi Joe Biden o'rtasida tunji qadamliq prezidentlik munozarasi olib berildi. Bunga butun dunyo diqqat qilyapti. Bular bu munozarada o'zlarining keyingi 4 yilda Amerikani qanday idora qilish, Amerika bilan tashqi dunyoning munosabatini qanday bir taraf qilish haqida savollarga javob berdi albatta. Ya'ni o'zlariningki ko'z qarashlarini o'tirib qo'ydi, savollarga javob berdi. Aniqki bugungi bu suhbatda ularning Xitoy bilan bo'lgan munosabatni qanday bir taraf qilish haqida savollar so'rildi. Ularningki biz qanday javob berganligiga bizlar emas, butun dunyo diqqat qildi albatta. Shuning bilan birlikda Uyg'urlar masalasimi bugungi munozarada Uyg'urlar masalasimi tilga olindi. Men yana shu bir necha kundan buyon Uyg'urlar to'g'risida xalqaro matbuotlarda nima gaplar, nima xabarlar bo'lib ketdigi deb qarasam, Avstraliyaninki bir danliq gazetasi Avstraliyaliklar degan gazetada Singapur hukumatiningki tashqi ishlar ministrligida 30 yildan ortiq xizmat qilgan, hozir Singapurninki O'rta Sharq institutining boshlig'i bo'lgan Kosikan degan bir kishi, Kosikan apandi mundaq bir gapni debdi. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan assimilyatsiya siyosati amaliyotda Xitoy hukumatining cho'ng ojizligi. Musulmon dunyosi hozir qadar Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bu zulmlarga nisbatan tuzuk ovoz chiqarmadi, to'g'ri. Ammo bunda bo'lavermaydi. Hozircha Xitoy talaylik chiqib qoldi. Ammo keyingi ayda, keyingi yillarda musulmon dunyosi Xitoyning bu qiliqlariga qarata ayblash va ayblash ovozlarini kuchli chiqardi degan gapni o'tirib qo'yibdi. Undan sirt yana bir necha soat ilgari men Angliyaninki muhofizachilar gazetida mana bir xabarni ko'rdim. Ya'ni Angliyaninki burunqi bir sobiq bir ministri Duncan Smith degan kishi nurg'un parlament a'zolarini harakatlantirib Uyg'urlar masalasini Amerikaninki parlamentida anlatibdi. Angliyaning parlamentida anlatibdi. Ya'ni ular Angliyaninki yuqori sudi Uyg'urlar Xitoylar bizga qarata etnik qirg'inchilik ilib bordi degan bu azini Angliyaning yuqori sudida sunsi bo'ladi degan shunday bir fikr o'tirg'i chiqarib o'tibdi. Ya'ni debdiki, bu masala Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga ilib berilsa, uning natija chiqmaydi. Chunki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning kuchidan qo'rqaydi, ham uning ta'siriga uchrab ketdi ular. O masala yerda hech qanday bir natijani barliq keltirmaydi. Ammo Uyg'urlar bu masalasini Angliyaninki yuqori sudida az qilsa bo'ladi degan bir gapni qilibdi. Men bularni bilib qilinglar deb anladim. Bu to'g'risida balkim boshqa axborotchilar tafsili aniq javob berish mumkin, tushuntirish berish mumkin. Hamda men gapni iqtisodiy masalaga o'tgayman. Vabo tarqalgandan keyin, ya'ni COVID-19 deb atalgan Xitoyninki Wuhanda paydo bo'lgan bu virusning dunyo iqtisodiga ko'rsatgan ta'siri, Amerika iqtisodiga ko'rsatgan ta'siri haqida so'zlab ketdik. Buningga nisbatan, ya'ni iqtisodning davomli chekinib ketishining oldini olish uchun, xalq turmushining tuvalab ketishining oldini olish uchun har qaysi davlatlar belgili tadbirlarni oldi. Bularning birisi ularga nisbatan ishsiz qolgan kishilarga yoki tijoratda o'lgan odamlarga yoki tijorat susib ketgan shirkatlarga, korxonalarga iqtisodiy yordam qildi. Amerikada bu bunday ifodalandi. Oldi bilan aholiga nisbatan muayyan kirimga erishamagan, kirimi muayyan bir nuqtadan tuvan bo'lganlarga nisbatan $1200 pul bergan. Hozirga qadar 259 milliondak odam buni olibdi. 259 millionmi, 159 millionmi? 267 milliard pul tarqatilib bo'libdi. Ammo yana hozirga qadar 9 million odam bu pulni qanday elishni bilmabdi. Bu pulni elishning muhlati 10-oyning 15-kuniga ekan. Sizning Amerikada yashayotgan bo'lsangiz, bu o'quvchilar, ijtimoiy sug'urta nomeringiz bo'lsa, Social Security number, ijtimoiy sug'urta nomeringiz bo'lgan bo'lsa, siz pul siz baj topshirmagan bo'lsangizmi, ishlamagan bo'lsangizmi, ishsiz qolgan bo'lsangiz, kirimingiz bak tuvan bo'lgan bo'lsa, bu pulni cho'qim elishni unutib qolmang. Ya'ni bir aloqalashib shu jihatda azroq bilim bor odamlar aloqalashib yoki o'zingiz izlanib ko'rsangiz bo'ldi. Shuni iltimos qilib qo'ysangiz $1200
sizga keldi degan gap. Undan sırt yana ikkinchi qatimliq g'idiqlash cheki deb qo'yamiz, stimulus cheki, yana 1200 dollar mushunga o'xshash. Bu pulni yani 10-oyda ma'qullansa u kelar oyda 1200 dollar yana ko'pchilikniki o'tgankidek yanchiqqa tushishi mumkin. Bundan bir xabar topib qo'yinglar. Ammo 1200 dollarni elishni bilmagan kishilar cho'qim 1200 dollarni elishning yo'lini qilish kerak. Endi men oxirgi temani yana paychek to'g'risida so'zlash bilan oxirlashtiray. Biz bilamiz, Amerikaning danglik, dunyoga danglik shirkati, olma shirkatininki quruvchilari eng dastlabda ikki injener, shundaqmi bir mashinani avtomobil to'xtatadigan garaj deymiz-ku, garajda bu shirkatni qurib chiqqan. Bu shirkat cho'ngaygandan keyin ikki injener bular pulga, mablag'ga, odam elishga, ishxonlarni silishga buni muhtoj bo'lgan gap. Qanday bo'lgan gap desa, oxirida paychekka taqatgan gap. Biz bilamiz, iqtisodiy gavdalar, ya'ni shirkatlar yaklarning idorchiligida bo'ladi. Shuning bilan birlikda hamkorlik shaklida bo'ldi, shuning bilan birlikda shirkat shaklida bo'ldi. Buni biz corporation deymiz. Corporation degan bu shirkatlar nima ish qildi degan vaqtda paychek taqtalaydi, ma'lum bir shartlarni hozirlagandan keyin. Agar siz bir tijoratchi bo'lsangiz, alayli sizning ismingizni Qurbanjon deyli, Qurbanjon. Bir Uyg'ur yemak-ichmak shirkat qurmoqchisiz. Eng dastlabki shirkat qurish uchun siz qanday qildingiz degan vaqtda, birsi qanday qilasiz degan vaqtda, misol uchun, birsi o'zingizning pulni ishlatasiz. Yoki bo'lmasa bankdan qarz olasiz, yoki bo'lmasa do'stlaringizdan qarz olasiz. Bularning hammasi qarzagan pulning hammasiga siz uni yandurasiz. Ba'zilarga bankdan olsangiz, o'sim bilan qaytarasiz. Urutgan do'stlaringizdan olsangiz, balkim dirini qaytarasiz. Ammo o'zingizning pulini ishlatsangiz, amonat pulini ishlatsangiz, yo'qolib ketsa, ziyon o'zingizga bo'ladi. Ammo ishingiz ma'lum bir yerga kelgan vaqtda sal pul tepib qoldingiz, ammo endi uni chirqimi-jiq cho'ngaytay desangiz, siz chirqimi-jiq cho'ng mablag'ga muhtoj bo'lasiz. Mana shunday vaqt qanday qilasiz degan vaqtda ma'lum shartni hozirlagandan keyin siz IPO, ya'ni shirkatingizning payini taqsiz. Bu deganlik shirkatning idorchilik huquqini sizning payingizni tortib olgan, sizning payingizni setib olgan odamlarga bo'lib bersiz degan gap. Ya'ni sizning shirkatingizning payini birisi ko'proq setib olsa, shu odamning sizning shirkatlaringizning tijoratlarida gap qilgan azli huquq bo'ldi degan gap. Ya'ni idorchilik huquqini ma'lum darajada qo'yib berish orqali boshqalarning puliga erishsiz degan gap. Navada shirkatingiz yaxshi mangabmay vayron bo'lib ketib qolsa, shu sizning tortilgan ziyningiz shu paychekingiz bo'ladi. Ya'ni shirkat vayron bo'lib ketib qolsa, shu paycheklar sizni az qilmaydi. Voy, ma qazimni to'lab deb. Agar siz bankdan qarz olib yoki do'stlaringizning tuqqanlaringizdan qarz olib shirkatning tijoratingiz vayron bo'lib ketib qolsa desa, siz bankning qarzini, do'stlaringizning tuqqanlaringizning pulini ona qilib, buni qilib bir yandurishga to'g'ri keladi. Lekin bu paychek shaklda o'chiyo desa, sizning onanga nisbatan u sizning payingizni setib olgan odamlarga nisbatan aytgan vaqtda bu ularning tatgan ziyinni to'lab berish majburiyatingiz yo'q. Xo'sh, endi bir masala, kishilar deydi, bu paychekni olib qo'yganga paychekning qiymati qanday o'sadi deb. Iqtisoddagi eng asosli prinsip ta'minlash bilan talab. Tovarlar bozorida ma'lum narsaga nisbatan aytgan vaqtda ta'minlash jiqilab ketib qolsa, talabdan ta'minlash jiqib ketib qolsa, shu narsaning bahosi tushadi degan. Istimal tovarlar dunyosida shunday. Pul muomala kapitaldimi, siz paychekini bir tovar deb qaraysiz. Sizningki buni buyadimi ta'minlash va talab masalasi bor. Ya'ni sizningki paychekingiz, shirkatning paychekini olamiz deydigan odamlar jiq bo'lsa, shirkatingizning pi oshadi. Ya'ni olamiz deydigan odamlar, chunki u shirkatingizning taqatgan cheki pi cheklik. Ammo shu cheklik payini aman sotaman deydigan odamlar chiqib turdi. Ma'lum bahoga chiqib sotaman deydigan odamlar chiqdi. Ham ma'lum bahoga borgan vaqtda men olaman deydigan odamlar bo'ldi. Nima ish olaman deydi kishilar deganda, chunki bular sizning bu shirkatingizning Uyg'ur yemak-ichmaklarininki Amerika bozor topa oladiganligiga, ko'lamni ishlaydiganligiga, sistemni ishlaydiganligiga bir qism odamlar ishondi. Sizning boshqarish qobiliyatingizga ishondi. Shunga siz mushu ishni qilsangiz, Qurbanjon mushu paychekini taqatsa, mu shirkatni mangduralaydi, zanjirsimon restoranlarni qurib o'talaydi. U yerga, bu yerga, Amerikaning hamma yerga, Kanadaga. Shunga mushuni chekin olsak, buning payini olsak, bizning olgan payimizning bahosi o'rlaydi degan manda istak bilan haqli shuni olamiz deydi. Agarchi Qurbanjon
tamoqni qimmat sotdi yoki yaxshi qilolmadi, boshqarishi mujmal taraqqilanmaydi desa, sizning checking payingizni burun 10 dollardan olgan odam 9 dollar bo'lsin, 8 dollar bo'lsin, setib o'tib qoladi. Ya'ni nurg'un odam payini setib o'taman desa, og'uchidan sotuvchilar og'uchi sotuvchidan azulab ketib qolsa, pay checkingiz tuvallaydi degan gap. Ya'ni talab bilan ta'minlash xuddi iste'molchilar bozorida, tovarlar bozorida o'zining shunday rolini ko'rsatganga o'xshash, ya'ni bahoni belgilaganga o'xshash. Paycheki bozordami sizning payingizningki bahosini nima belgilaydi desa, sizning payingizga bo'lgan talab va ta'minlash belgilaydi. Endi kishilar nima sizning payingizni setib oldi desa, birisi sizning tijoratingiz yaxshi menyapti. Yaxshi menyapgan qanday qilamiz? Restoranlaringizga kirib turayotgan odamlarning sonining ko'pligiga qarab. Ikkinchisi medialarda, ya'ni televizorlarda, xabarlarda deyilayotgan bu haqdagi gaplarga qarab. Uchinchisi sizningki paychekingizni taqatgandan keyin siz barliq iqtisodiy faoliyatlaringizni, pul muomala faoliyatlaringizni ma'lum mezgilda siz jamoatga ochiq qilib tursiz. Ular uni ko'rgandan keyin bu foydali o'tibdi, tijorat yaxshi bo'lib o'tibdi, bu ya'ni kengaydi ekan deb shu xil istak bilan biz mushu payni ep qo'ysak, hozir 10 dollarni ep qo'ysak, keyin 15 dollar chiqib qoladi, 20 dollar chiqib qoladi degan istak bilan haq shuni olamiz deydi. Olamiz deydigan odam jiq qo'ygandan keyin ba'zilar o payni 10 dollardan ep qo'ygan odam 12 dollardan bu payni olmaz desa, 2 dollar payda oldim-ku deb siz ayni chaqda sap qo'ygan 1000 payni sizga boshqa birisiga uni setib etsa, o 2000 dollar payda oladi. O 15 dollara chiqish mumkin deb faraz qilgan odam o payni 12 dollardan oldimi? Endi navadi kerak 11 dollarga chiqib ketib qolsa, o 1000 dollar ziyon tortadi, ammo 13, 14, 15 dollarga chiqib qolsa, o payda oldi degan gap. Demak, bu yerda sizning amaliy qilayotgan ishingizningki tijoratingizning qanday bo'lishi ta'sir ko'rsatadi. Ishni yaxshi qilayotgan bo'lsangiz, shirkatlaringizning payi o'sadi. Ondan kishilarning sizga qanday, sizning tijoratingizga nisbatan qanday qaraydiganligi nihoyat muhim. Undan sirt yana hukumatningki har xil siyosatlar nihoyat muhim. Masalan, hozirgidek shu kasalning dadidan, vaboning dadidan shirkatlar shunaqa yemak-ichmak nimalari shirkatlar ham shunaqa ta'sirga salbiy ta'sir uchrab ketib qoldi. Endi hukumat shunda bir vaksina chiqdi, hammadan vaksina urish kerak deydigan bir ish bo'lsa, bu bir yaxshi xabar endi bu. Butun tijoratga nisbatan bu bir yaxshi xabar. O chaqda haqlar xizmat topadi, qo'lga pul kirdi, oshxonalarga tamoq yeydi, o sizningki payingizning qiymatini oshiradi degan gap. Shunga paychik olgan vaqtda ba'zilar kichik paniy stok deb qo'yamiz, mo'chan sintliq stoklarni mab qo'ydiganlar bor, o'sti bak o'sdi deb. Lekin uning yo'qolib ketishining xatiri cho'ng shirkatlarningki payning yo'qolib ketishining xatiridan aytib cho'ng ekan. Shuningga bir diqqat qilib qo'ysanglar, ammo cho'ng shirkatlarning payini olsanglar, bahoda azroq tavrinish bo'lsa, tushib ketish bo'lsa, bak ansirab ketmasanglar bo'ladi. Tig-takni aytgan vaqtda sizningki albatta sizning payingizning shu siz setib olgan payning qiymatini belgilaydi desa, bozorda shu payning bo'lgan talab bilan ta'minlash belgilaydi. Shu pay bo'lgan talab bilan ta'minlash sizning shirkatingizning iqtisodiy faoliyatlari, shu sohaning, ya'ni yemak-ichmak sohasidagi umumiy ahvol, shu davlatning iqtisodi, ya'ni milliy daromadning ishchi tushishi degan gap. Odatda milliy daromad har bir faslda 3% dan oshsa, iqtisodiy ishyotadi deymiz. Agar milliy daromadning ishi 3% dan tuvan bo'lsa, yo hozirgidek bo'lsa, iqtisod tushib ketdi deymiz. Bu umumyuzlik iqtisodga ta'sir ko'rsatadi. Albatta, shunday nachar sharoitmi, ya'ni ba'zi sohalarda gulnish vaziyati bor. Masalan, kishilar hozir xizmatlarga boramidi, uyda turib xizmat qilyapti. Ammo nimaning tijorat yaxshi bo'lib ketdi desa, uy yasaydigan uy bezakchilikning so'lisi yaxshi bo'lib ketdi degan gap. Mayli iqtisod gullansin yoki iqtisod tushsin, hamon ba'zi odamlarga hamon pul tepish fursatlari bor. Paychaklar mana shunday. Iqtisod gullangan vaqtda ba'zi paylardan payda topib bo'ladi. Iqtisod tushib ketgan vaqtda, ya'ni uningdan yana bir qism odamlar payda oldi. Ammo paycheki haqida ko'proq savodlarni o'rganishimiz kerak. Anglash, menga o'xshash kishilarning so'zligini anglab qo'ymay, ya'ni muayyan kitoblarni ilib, o'qib, tushunib qilish kerak. Rahmat. Bugungi leksiya mushunchalik bo'lsin.